Londonda bo'lib o'tgan nufuzli International Greenwich xalqaro loyihalar olimpiadasida O'zbekiston sharafini munosib himoya qilgan Canadian School of Tashkent o'quvchilari yuksak natijalar bilan yurtimizga qaytdi. Musobaqada maktabning 11 nafar o'quvchisi sovrindor bo'ldi. Kecha g'oliblar Toshkent xalqaro aeroportida ota-onalar, ustozlar va yaqinlari tomonidan tantanali ravishda kutib olindi. Xo'sh, xalqaro maydonda muvaffaqiyat qozongan bu yoshlar qanday loyihalar bilan hakamlarni hayratda qoldirdi? Karnay-surnay sadolari ostida faqat sportchilar emas, ilm yo'lida yutuqqa erishgan yoshlar ham kutib olinadi. Toshkent xalqaro aeroportida tantanali qarshi olingan bu bilimdonlar Londonda bo'lib o'tgan nufuzli International Greenwich olimpiadasi g'oliblaridir. Biz Londonga bordik, Greenwich olimpiadaga. Bu hamma dunyodan hamma juda ko'p musobaqa bo'ladi va biz 35 ta davlatlardan kelishdi va biz 3-o'rin oldik. Men ommaviy nutq so'zlash yo'nalishida ko'plab ishtirokchilar orasida 2-o'rinni egalladim. Turli mamlakatlardan kelgan yoshlar bilan tanishdim. Turli madaniyatlarni yaqindan ko'rish imkoniga ega bo'ldim. Nazarimda musobaqada 50 dan ortiq davlat vakillari qatnashdi. Menga London juda yoqdi. Bunda oldingi yilda 3-o'rin olib kelganman. Chizish kategoriyasi bo'yicha. Mingdan ortiq odam qatnashdi. O'shani orasidan biz 1-o'rin oldik. Musobaqada Toshkentning Kanada maktabi o'quvchilari yuqori natija qayd etdi. Jamoa hisobida 6 nafar o'quvchi bronza, 3 nafari kumush, 2 nafari esa oltin medalni qo'lga kiritdi. Ularning xorijlik ustozi bu natijani maktab uchun katta muvaffaqiyat sifatida baholamoqda. Musobaqaga taxminan 5-6 oy davomida tayyorgarlik ko'rdik. Dastlab ichki saralash bosqichini o'tkazdik. Avvaliga 18 ta loyiha topshirildi va ularda jami 18 nafar talaba ishtirok etdi. Shundan so'ng ichki tanlov orqali eng yaxshi 6 ta loyiha saralab olinib, CST nomidan musobaqada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Biz uchun faqat yakuniy natija emas, balki tayyorgarlik jarayonining o'zi ham juda muhim. Chunki shu jarayonda talabalar muloqot qilishni, birgalikda fikr almashishni, yangi g'oyalar ishlab chiqishni, ilmiy izlanish olib borishni va ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rganishadi. International Greenwich olimpiadasi o'quvchilariga o'z ilmiy loyihalarini xalqaro maydonda namoyish etish, xorijlik tengdoshlari bilan tajriba almashish hamda tanqidiy fikrlash, ilmiy izlanish va muammolarni hal etish kabi 21-asr uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradigan nufuzli platforma hisoblanadi. Oloyarxon Hasanov, Jamshid Ibrohimov, Ovoz informatsion dasturi uchun.